Do'stlar, Qo'yliq bozorini hamda metroni yonidan uy qidirganlar uchun Yashnobod tumani Katta Qo'yliq mahallasida 9 etajli domimizning 9-qavatida 2 xonali uyimiz sotuvga qo'yilmoqda. Ko'rib turganingizdek, uyimizning kiraverish qismi o'zining garderoblariga ega. Juda ham katta koridorlari. Uyimizning hojatxonasi, keyingi xonasi uyimizning sanuzyeli. Bu yoqda yana bitta xonasi. Kattalar xonasi sifatida foydalansangiz bo'ladi. Uyimizning remonti o'rta holatda, ko'rib turganingizdek. Bu yoqda uyimizning oshxonasi juda ham keng. Ko'rib turgan barcha mebel texnikalaringiz qoladi. Keyingi xonasi uyimizning общий zali, juda ham katta. Ko'rib turganingizdek, hamma xonalarda derazalar bor. Tashqaridan ko'rinishi uyimizni Qo'yliq bozor, mana ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli, yo'lni katta yo'lni qirg'og'ida joylashgan, metroga ham bir qadam. Uyimizning kvadraturasi 61,54. Narxiga keladigan bo'lsak, juda ham zo'r narx, tez sotilishi kerak. O'shaning uchun arzon narx qo'ydik. 52 ming deb narx qo'ydik. Ozroq o'tib beradigan joyi bor. Uyimiz yoqqan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.